Yana men hozir boshqa fayldan boshqa razmerni oldimda. Mana bunaqa holatda tasavvur qilaylik, sizda ikkita razmeringiz bor, siz uni orasidagi razmerlarni anaqasini gradatsiyasini topishingiz kerak. Hozir menda 42, 44, 48, 50 ekan. Kelinglar shuni sal o'zi tak 46 qolib ketibdi. O'shani o'zgartiraylik-da. 42, 44 tak, mana 44 qilamiz. Buni 46 qilamiz. 48, 50. Shunda to'g'ri bo'ladi. Bo'ldi, mana qildik. Ozgina xatoga yo'l qo'ydim. Bu yoqda razmerni masalan noto'g'ri qilib yozib qo'ygan bo'lsak, bu yoqda emas, kombinirованный degan joyda o'zgartirilsa, o'shanda to'g'ri bo'ladi. Men hozir bu yoqda razmer degan joyda o'zgartirganim uchun o'zgarmadi. Shu kombinirованный degan joyda o'zgarilsa, shunda to'g'ri bo'ladi. Endi bizda faqat mana shu razmer bilan mana shu razmer bor. Bu ikkita razmerni orasida topishimiz kerak. Ya'ni shunaqa gradatsiyalar borki, что orasida deylik, tam bir xil расстояние bo'ladi. Faqat o'sha eng katta razmerni yoki oxirgi razmerni topsak, shunda oralig'ini topsa bo'ladi, qanaqa qilib qanchalik o'zgarishini. Endi kelinglar shuni ko'rib chiqamiz. Tak, mana hozir men 42 bilan 50 ni orasida razmerlarni topishim kerak bo'ladi. Tak, o'tamiz. Xullas 42 bilan 50 ni orasidagi razmerlarni biz topishimiz kerak. Uni yo'li bor. Agarda hamma razmerlarda bir xil o'tish bo'lsa, ya'ni masalan 1 sm farq bo'ladigan bo'lsa, 1 sm farq bilan qilib beradi. O'zi avtomatik funksiyasi bor shunaqa. Hozir mana rejim detaliga o'tib turib, bu X9 da bor. X9 ni men tashlab beraman, xudo xolasa. Qanaqa qilib ustanovka qilishni ham tashlab beraman. Shu X9 da qilib, keyin X8 ga qanaqa qilib o'tkazib, pechat qilishgacha xudo xolasa inshaalloh o'rgataman. Xo'p, ketdik. Mana rejim detaliga o'tdim. O'ng tarafdagi tugmani bosib, ikkala detalni belgiladim. Bu yoqda mana восстановить градацию в комплекте деталей bosaman. Detal bosaman. Razmerni tanlayman. 42. Ikkinchi detalni bosaman. 7. Bu 50-razmer. Bo'ldi, tanladim. Endi воссоздать qilib bosaman. Bo'ldi, воссоздать qilib bosdim. Agar mabodo воссоздать bo'lmasligi mumkin, qachonki hozir mana nuqtalarimiz hozir mana bu yoqda mana qizil nuqtalar bor. Ya'ni asosiy nuqtalarimiz mana shu. Deylik tam 15 tacha nuqta bo'ladigan bo'lsa, agar narigi detalda deylik tam 14 ta yoki 16 ta bo'ladigan bo'lsa, farq bo'ladigan bo'lsa, bu sizga bunaqa qilib bermaydi, chunki nuqtalarida farq bo'ladi. O'sha nuqtalarni kerak emasligini o'chirib, bir xil qilib, masalan bunda 15 tami, bunda ham 15 ta bo'lishi kerak ikkinchi detalda, o'shanda to'g'ri chiqadi bu narsa. Xo'p, endi ikkinchi moment, hozir rejim gradatsiyaga o'tib turib, o'sha tekis joyga yig'ishimiz kerak. Masalan, oddiy o'zimiz qog'ozli andazalarni yig'ayotganimizda, ya'ni gradatsiyasini tekshiraman deb aniq qilganingizda bitta nuqtaga yig'asiz yo masalan pastiga yig'ib qo'yasiz yoki bu planka tarafiga yig'ib qo'yasiz, shu bilan bu yoqda ko'rinadi. Hozir men agar planka tarafiga, ya'ni mana shu pastga bu yerda mana постоянный укладка bor, временный укладка bor, ya'ni vaqtinchalik mana bunaqa qilib qo'yadi yoki постоянный mana shunaqa turadi, bo'ldi. Уже mana bu yerda уже farqimiz ko'rinib turibdi. Bu yoqda ham tepada ham farq ko'rinib turibdi.
Men shunaqa qildim, pastga yig'ib qo'ydim. Endi mana shuni hozir mana hammasini belgilab turib, nuqtalarni belgiladim. Bu yerda mana bitta funksiya bor. Выровнять превращение точки. Ya'ni bu bilan buni orasidagi masofani bir xil qilib beradi. Ya'ni deylik 5 sm bo'lsa, 5 ta razmer bo'ladigan bo'lsa, 1 sm dan bo'lib beradi. Hozir mana bosadigan bo'lsam, mana bir xil qilib berdi. X, Y bo'yicha qanaqa bo'lsa shunaqa qilib beradi. Juda ajoyib funksiya. Ishlatsanglar mazza qilasizlar. Mana shu narsaga katta e'tibor berish kerak. Agar bitta joyda yig'ilmagan bo'lsa, gradatsiya qilishingiz ham sal qiyinroq bo'ladi. Masalan, har xil joyda yotsa yoki bitta uplatka podolевой ham bor. Uplatka podolевой qiladigan bo'lsam, hammasini belgilab turib, uplatka podolевой qiladigan bo'lsam, dolевой bo'yicha qilib beradi. Hozir bu yerda endi bu qilinmayotgani, men bu yoqqa hammasini постоянно qilib qo'ydim, bu yoqda yig'ib qo'yib. Shuning uchun dolевой bo'yicha qilinmayapti. Atak bu yoqda men funksiyani bosadigan bo'lsam, dolевой bo'yicha imенно mana shu dolевой turibdi-yu, o'sha dolевойga qo'yib beradi, ya'ni o'rtaroqda turadi. Gradatsiya qilishingiz sal qiyin bo'ladi. O'shanga bitta joyga yig'ib qo'yilsa, aniq qaysi joyda qanaqa gradatsiya bo'layotgani shundoq ko'rinadi. Menimcha eng to'g'risi o'zi mana shu plankaga, ya'ni pastga planka tarafga mana shu burchakka yiqqanimiz afzalroq. Qolgan o'zgarishlar hamma joyda ko'rinadi, qanaqa o'zgaradi. Xo'p, keyingi masala. Bu yerda bizda funksiyamiz bor. Hozir men gradatsiyani o'chirib qo'yaman. Ya'ni o'chirib yoqish oson, men bitta prosta. Xo'p. Rejim gradatsiyaga kirdim. Bu yoqda длина кривой в gradatsiya bor. Mana shu joyga belgiladim men. длина в кривую kirdim. Menga hozir mana shu joyini 20-86 ko'rsatib turibdi bu razmerda. Agar o'zgartirmoqchi bo'lsak, buni yozsak bo'ladi, ya'ni uzunasiga qanchalikka o'zgartirish kerak. Masalan, shak hozir bu yerda 0.89 tam ketdi, уже 0.91 ketyapti. Mana shu ko'rinishi uchun 1.5 qilib qo'yaman. Yamniroq ko'rinadi. Shunda hozir mana o'zgarishini ko'rasizlar. Okey bosadigan bo'lsam, bu mana qilib shu ahvolga keladi. Endi bu hozir bizda rastijeniya, ya'ni tortish anaqasida qilib berdi bizga. Biz xohlasak faqat masalan tepasini o'zgartirishimiz mumkin yoki pastini o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, men hozir 1.5 yozadigan bo'lsam, faqat tepasini o'zgartirmanga, первый vertikal deb yozadigan bo'lsam, bu yoqni o'zgartirib beradi hozir menga. Mana uzr, pastni o'zgartirdi. Negaki men pastdan qarab belgiladim, tepadan emas. Hozir pastdan belgilaganim uchun bu menga bu yoqni pastni qilib beryapti. Xo'p, agar men tepadan belgilasam va shu funksiyani bosadigan bo'lsam, первый vertikalni 1.5 qilib qilaman. Okey. Baribir ham pastga ketyapti. Negaki против часовой bo'layotgani uchun shunaqa bo'lyapti menimcha, o'shaning uchun. Ya'ni bu detalni oladigan bo'lsam, bu yoq tarafi уже как бы minus ketish kerak. O'shaning uchun agar bu yoqqa bosib последний vertikalga bo'ladigan bo'lsa,
bosadigan bo'lsam, shunda tepasini belgilab anaqa qilib beradi menga, mana bu yoqqa. Tushunarli. Shunda chisovoy bo'yicha, ya'ni chap tarafga qarab ketayotgan bo'lsa, uje pastga qilib beradi menga. Vertikal tepa bo'lsa ham, o'ng tarafga ketayotgan bo'lsa, uje как положено qilib beradi. Hozir men verniy vertikal, nijniy vertikal deb tanladimda, tepasini o'zgartirib beradi. Bu funksiyalar bilan ham men ham masalan foydalanmaganman. Mabodo qachondir kerak bo'lib qolsa, shu funksiyadan foydalansangiz bo'ladi. Tak, bu tushunarli. Bu yoqda gradatsiyani yig'ishimiz bu ham tushunarli. Долевой bo'yicha yig'ishimiz tushunarli. Отразить при решении x, y-larimiz bu yoqda mana chiqqan hamma instrumentlarim bu yoqda ham bor. Anaqasi yo'q. Endi qaysidir razmerni masalan siz deylik tam mana shu joyi 48-razmerda kelganda mana -0.04 turibdi-yu. Biza tam -0.0 tam 7 ga o'zgarishi kerak faqat. Okey bosadigan bo'lsam, shu joy o'zi, ya'ni 48 ni anaqasi mana y bo'yicha 0.7 ga o'zgaradi. X bo'yicha masalan -1.5 bo'ladigan bo'lsa, yozadigan bo'lsam, bu ham mana o'zgaradi. Ya'ni har bitta razmerni отдельно qilib chiqsa bo'ladi, agar bir xil bo'lmasa. Keyin yana bitta funksiya bor. Mabodo deylik tam bitta razmerni umuman boshqacha qilib qilishingiz kerak. Bu boshqacha emas, tekst gradatsiya emas-da. Menda ham shunaqa bo'lgan. Men nima qilaman? Bu yoqda funksiya, yaxshi funksiya bor. Редактировать базовый размер без изменения остальных размеров. Ya'ni bitta razmerni o'zgartirsangiz, boshqa razmer o'zgarmaydi. Уже bu yoqda как mamta rejim redaktirованияga o'xshab, любой joyini o'zgartiramiz. Boshqalarga ta'sir qilmaydi bu. Mana bo'ldi. Bu yoqni gradatsiyani bosadigan bo'lsa, mana boshqalarga ta'sir qilmadi, faqat bitta razmer o'zgargan. Agar men umuman, ya'ni deylik mana shu detalni hozir men ko'pincha shunaqa bo'ladiki, o'sha gradatsiya qilib bo'lgandan keyin ham asosiy nuqtalarni o'zgartirishga to'g'ri keladi. Unda o'zgartiriladigan bo'lsa, butun gradatsiya bilan birga o'zgaradi. Hozirgi tanlangan, ya'ni mana bu instrumentdan farqli o'laroq bu qatini o'zgartirsangiz, butun gradatsiyasi bilan birga o'zgaradi. Ya'ni mana agar pastga tushiradigan bo'lsam, bu ham butun gradatsiya bilan pastga tushadi. Bu yoqqa qiladigan bo'lsam, farqi yo'q. Xullas, redaktirovaniyada уже birga o'zgaradi. O'shaning uchun masalan ma'lum bir razmerlarni qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, faqat bu anaqa bilan instrument bilan o'zgartirish. Mana bu yerda chizig'i ham, ya'ni risunkasi ham shunaqa, mana shunaqa xuddi shunaqa strelka turibdi, lekin уже bu yoqda gradatsiyasi bor. Shu gradatsiya orqali har bitta razmerni отдельно qilib chiqsa bo'ladi. Razmerlarni bu yoqda tanlaysiz. O'sha masalan ma'lumotni o'zgartirmoqchimisiz, butun o'zgartirmoqchimisiz, boshqalarga ta'siri bo'lmaydi. Bu instrument ham ma'lum bir joylarda kerak bo'ladi. Umuman gradatsiyani atmen qilmoqchi bo'lsangiz, bu yoqda mana nuqta bor, point отменить градацию точек. Hammasini bosadigan bo'lsam, уже bitta ham gradatsiya qoldirmasdan o'chirib beradi menga. Xo'p, kopировать ставitlarimiz tushunarli bo'ldi.
bu yoqdagi gradatsiyamizni masalan bu yoqqa o'tkazmoqchi bo'lsak, Ctrl F bosib turib kopировать qilamiz. Bu yoqqa bosib turib Ctrl J ni bosamiz, вставить qilamiz. Также faqat bitta nuqtalab emas, masalan bitta detalni to'liq tanlab turib boshqa detalga o'tkazmoqchi bo'lsak, gradatsiyani ham u yerda ham nuqtalari xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Shunaqa bossak bo'ladi. Ctrl F, Ctrl J bilan kopировать qilsa bo'ladi. Unaqasi yo'q. Bu yoqda уже открыть превращение точки и shunga o'xshash narsa. Xo'p, keyin yana bitta masala, agar biz hozir endi boshqacha gradatsiya, ya'ni bitta katta razmer bilan kichkina razmeri orasidagi razmerlarni farqini topdik. Endi bu masalan har bitta razmerni отдельно kiritib chiqadigan bo'lsangiz, nuqtalarni gradatsiyasi bor. Uni hozir men mana bu yerda o'chirib yuboraman. Hamma gradatsiyani delete qilaman deb. Bo'ldi. Endi har bitta nuqtani o'zining gradatsiyasini kiritib chiqamiz. Masalan, bu yoqda tam y deylik. Y bo'yicha tam minus просто 001 qilib yozaman. Shunda u menga mana shu nuqtani уже 001 ga aniq qilib beradi. Endi agar bu yoqda 42 da masalan y bo'yicha tam 003 deylik. Mana y bo'yicha bunaqa qilib beryapti. X bo'yicha ham bilishimiz kerak qanchaga surilayotgani. Masalan 001 ga suriladigan bo'lsa, o'sha bu yoqqa qarab suriladi. Xullas har bitta nuqtani gradatsiyasini mana shunday qilib kiritib chiqsa bo'ladi. Ya'ni o'ziga bosib turib qanchalik farq, masalan 0.5 bo'ladigan bo'lsa 0.5, x dan masalan 0.2 bo'ladigan bo'lsa 0.2. Mana shu tarzda qilib chiqiladi gradatsiya. Уже har bitta anaqada razmerdan razmerga ko'chayotganimizda ko'rinadi har bitta razmerimiz.